Assalomu alaykum dehqon akalar, yaxshimisizlar? Mana 4-uzunni boshladik. Mana teplesamiz 6,5 sotik 2500 ta ko'chib qalampir ekilgan. Mana ko'chatimiz hosillari. Mana 10-aprel sanasida ekilgan mana shu qalampirlar mana. 4-uzunni boshladik mana. Bugungi kunda 30 ming so'm atrofida bo'layotgan qalampir narxlari. Mana hozir qalampirlarimiz rosa bel bo'yiga keldi. 5 kunda bir marta suv berilyapti. 1 tonna suvga 3 kilo slitra, yarim kilo shakardori beryapmiz. 5 kunda bir suv beryapmiz. 800 tub ko'chatga 1 tonna suv. Mana hosillarini ko'ringlar. Yetilishlari zo'r. Endi bunda misol hosilni olganimizdan keyin bu yerda baklar olib tashaladi. Bundan bari tepaga qarab hosillarimiz chiqaveradi. Mana gullari rosa gullayapti. Akalar, mana qalampirlarimizni 4-uzuni 2 kun oldin 36 kilo uzdik. Bugun mana 57 kilo yu 3 kilo keyin adxol chiqdi. 60 kilo uzibmiz o'pshi. Narxlarini 30 mingdan berdik, xudo xolasa.